ancha narsamiz o'sha tayyor. Mana hozir biz mashinadan qo'yib chiqsak, shundoq qilib sekin endi bu yoqqa qo'yamiz. Tak. Hopana. Hop. Cho'tkani. Mashinadan ham bitta qo'ysam. Ishga bitta qo'ysak. Bu yoqqa bitta qo'ysak. Mashinaga 1 2 3 4 ta qo'ysak zo'r. Tem bo'ldimi? U tem bo'ldi. Endi bo'tda hozir endi biz bu yoqqa уже mod ishlatish boshlaymiz. Ya'ni qanaqa mod deydigan bo'lsalar, furniture modlarimizda. Ammo endi bizga gashi kerak emas. Bu turibsan. Hop. Nimaga kerak bo'ladi bizga? Hozir mana shu sekin tanlab olamiz. Xo'sh. Nimaga kerak? Menimcha anaqa crayfish ichida unchalik kerakli narsalar yo'q. Televizor. Ya, o'tda yo'q ekan hozircha kerakli narsa. Xo'sh, bunda вообще kerak emas hichbir. Bu yoqdan. Xo'sh, bu yoqdan kerak emas. Bo'tda вообще keragi yo'q. Bizlar chunki bo'tda faqatgina anaqa bo'ladi. Nima deydi? Majlis. Shuning bo'tda faqat majlis bo'lishi uchun stol nimalar lozim bo'ldi. Jonchalik kerakli narsalar qo'yib tashlash shart emas. Bitta choy tomib qo'yamiz, stol ustiga qo'yishga. Endi bu yoqda sal-pal kerakliroq narsalar bo'lishi mumkin. Ana haqiqiy mashinasini media. Bitta shuni ko'rib olaylik, nima degan. Bu kerak emas. Xo'sh, kerakli nima bor? Soatdan bittasak. Keyin hamda emas. Daryoda anaqa o'tirish uchun. Bitta yana qulayroq anaqa qilish kerak. O'tirish uchun. Bitta bundan. Bitta bundan. Keyin bu yerda dokument olish kerak. Mana buni olish kerak. Mana ofisni stol ostida yapmaydi. O'z mana buni olamiz. Yo'q, biznes. Mana shuni o'z normal turib tashlash kerak. Xo'sh, mana buni shuni olish kerak. Keyin bu yerda ham chiqish bor kerak emas. Bu yerda ham kerak emas. Bular vaqtga kerak emas. Xo'sh, nima lozim bo'ladi? Mana buni olsam ekan. Mana shuni olsam. Bular boyani zombilar yo'q qilgandilar. Bular hammasi kerak narsalar. Tamam. Bu yoqda endi o'ziga sudda belgisi bor, aniq bormi ekan? Fayl. Ushbu sportivniy anaqada notebook kerak. Keyin kamera kerak. Keyin nima kerak bizga? Bitta katta ekrandan kerak. Mashina simida o'z kattasi. Tamashiga. Mana telefondan bitta olamiz. Keyin bu yoqqa sira o'tkazib yuboradi. Xo'sh, bu yerda nimada bor?
Xo'sh. Trofis. Yo'lda nima bor? Bu mod bizga yaxshi kerak hozir. Bu yerda endi pulda. Xo'sh, do'stlar, sizlarga shu paytda bitta taklif bermoqchiman. Agar sizlarga mana shu anaqa videoda olinayotgan, ishlatilayotgan modlar kerak bo'lsa, videoga like bosinglar, keng qism agar mana shu videoda 15 ta mayli, 15 ta deylik, jamchilik ko'p e'tiborsiga bu video 15 ta like yig'iladigan bo'lsa, men o'zim shu modlarni qanaqa qilib qo'yishi videosini anaqa YouTube'ga qo'yaman. Bitta bundoq qo'ysak, mana bu yoqqa qo'yamiz. Joyidan bitta qo'yib qo'yamiz. Mana ishga qo'yamiz. Xo'sh, buni metroga qo'ydik. Metroga bundoq qo'ysak, yo'q. Mana ishga bundoq qo'yamiz. Endi nima qo'ymadik biz hozir? Bo'lmas. Mana shuni qo'yishimiz kerak. Mana xuddiki mana buni gapirilayotgan payt mana bilan aniq turadi. Mikrofon bo'lsa zalga ovoz eshitiladi. Nashtiradi, anaqa gapiryapti, bu yoqda eshittirishadi odamlar. Ya'ni nima anaqa saylovmi, parlament ishtirokchilari, majlis bo'ladigan joy ishtirokchilari. Ya'ni bizga mana bularni ham qo'yib chiqishimiz kerak ekan. Yana yomg'ir yog'adi. O mana chotki. Xo'sh, mana bunisini. Dah pasik. Mushni. Xo'sh, mana Abon botga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Buni mana qo'yib qo'yamiz. Chotki bo'ldi mana. Bu keyin nimadir gapirib bo'lingandan keyin tabiatni mayli. Mana yo'da bu mana yo'da stresi. Bo'ldi, yaxshi. Endi oxirgi qiladigan ishimiz, asosiy ishimiz bu nima bilan qo'yib chiqish. Başlan qo'yib chiqsak, keyin shu bilan bo'lmari bizaniki bo'ladi. Bo'lmasa hozir 1 2 Xo'sh, mana do'stlar, bizning bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana bizning o'sha parlamentimiz bitdi. Xo'sh, endi keyingi qism ham chiqadi. Endi keyingi qismni qurishimiz o'sha qismni bir olasizlar. Agar e'tibor etganimdek, mana shu videoda 15 ta like yig'adigan bo'lsa, ishlatayotgan modlarni qattiq topish qanaqa qilib o'rnatishlarigacha sizlarga video qilib ko'rsataman. Xullas, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.